Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 7-dekabr haftani yakshanba kuni 2025-yil Bobashuk bozoridan ko'rsatamiz. Nech pul deyapsiz aka ularni? Donaga 130 ming, pachkaga 125 ming. Bular donaga 130 ming so'mmi? Pachkaga 125 ming so'mdan ekan. Razmeri nechtalik? 8 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Hop. Standart 110 ming pachkaga. Bular standart. Bular standart ekan. Hozir aytganimiz mana bu 4 xil, a? Mana shu, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi mana shu joygacha o'sha narxlarni aytishdi. Bular qanaqangi? Bu miramirlar 50 mingdan pachkaga ular. 50 dan 60 gacha. Ha. Yaxshi. Mana ular bor. Mana shu. Mana ular. 130 ming million donaga, pachkaga 125 ming. Bular nachos ekan. Bular momoq. 120 ming pachkaga, 125 ming donaga. 120 ming so'm pachkaga, 52 gacha. ha, 125 ming so'm donaga. 46 dan 52 gacha razmer. Mana shunaqa 110 ming pachkaga, 120 ming, 15 ming donaga. Yaxshi. Telefon nomeringiz nechi? 91 Nomerlari 91lik 200 53 08 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, hozir tushunmay qolganlar bo'lishi mumkin. Bular narxi nech pul dedingiz? 110 ming pachkaga. 110 ming so'm pachkaga. Bular 65 ming pachkaga bambuk. Bular 65 ming so'm pachkaga. 70 ming pachkaga. Bular pachkaga 75 ming, ha? Ya 70 mingmi? 70 ming. Ha, 70 ming so'm ekan. Bular 65 ming. Donaga olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, donaga 5 ming qimmat bo'lar ekan. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani va Boshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari shu bozor bo'lyapti. Hozirgi vaqtlarda 5 ta boshlanib, kunduzi 10-11 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelaverasizlar.